yoki mo'ysha apparat kerakmi? Gilam bilan yuvishga bor. Assortimentni bitta ko'ring, keyin narxi bilan tanishtirib o'taman. Menga yengil, kompaktni hichamgina bo'lsin-siz, mana qo'lga ko'tarib bemalol ishlatadigandan. Yo, menga full navorotdagi bo'lsin, hamma vazifani bajarsansiz, mana bu yerda o'zingiz xohlagan assortiment bemalol tanlab olsangiz bo'ladi. Xohlasangiz ko'pi bilan yuvadi, xohlasangiz par bilan yuvadi, hamma narsasi mavjud. Qaysi birini olishingizdan qat'iy nazar hammasini ichida o'zida mana shunaqa spetsialniy mo'ysha sredствоsi chiqadi. Bu odam tugab qolsa, buni servis sentrdan sotib olsangiz bo'ladi. Kettoy narxlarini tanishamiz. Hop, birinchisi $370, ikkinchisi $325. Istayashingizni, bunisining narxi $385. Bunisining narxi $460, eng fullini narxi $650. Mana shu yerda aytilgan narxlar ichida dastavkasi O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul. Assortiment so'radinglar, narxini so'radinglar, assortimentni ham ko'rsataman, narxni aytaman. Endi sizlar videoga bitta like bosib qo'yinglar, yaqinlar bilan ulashib qo'yinglar, kimgadir foydali bo'ladi. Bo'ldi, menga yo'q, zakaz beraman siz, pastda nomer yozib qoldiramiz. O'sha yerga telefon qilib bemalol zakazingizni qoldirsangiz bo'ladi. Salomat bo'linglar.